vitamini menga endi katta skidka qilib berish kerak, sababi men to'g'ri ovqatlanishga o'tganimdan so'ng meni orqamdan ham meni to'g'ri ovqatlanishga bemorlarim ham va ishxonamdagi hamkasblarim ham boshlab, tak что sizlardan skidka kutib qolaman va eng katta narsa kuniga har doim bizga shunaqa suv berishadi. Odatda to'g'ri suv ichishim qiyin bo'ladi. No, bunaqa holatda kunlik ratsionim хотя бы shu deb majburiy to'ldirib ichaman va bugundan mana nima ovqat mana bemorlarimizga ham yozib qo'ydi. Ko'ringan tushlik deb yozib qo'ygan. Значит, bu tushlikka yilladi. Uni orqasidan mana kechki ovqat yozilgan. Пожалуйста, uni orqasidan mana tamaddi deb yozilgan. Qaysi payt, qaysi ovqat yeyishni ham yozib qo'ygan davrim. Tak что qizlar, ulaninglar, qo'shilinglar va bizga a'zo bo'linglar.